Bir xona, ikki xona qilingan novostroyka uyimizni obzoriga kelganmiz. Uyimiz 7 etажkali domda minus 1-qavatida joylashgan, ya'ni podval qismida joylashgan. Kirib kelish eshiklari mana bu yoqdan bo'ladi. Kirib kelganimizda o'ng tomonda mana birinchi xonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, uyimiz tashqariga qaragan derazalarga ham ega. Mana derazalardan tashqari ko'rinib turadi. Xonamiz polniy stiklovatda qoplangan, utepletel bo'lgan. Hojatxonamiz joylashgan bu yoqda. Arestonlari bor. Bu yoq sanuzel qismi. Bu yoq esa oshxonamiz. Hamma mebel texnikalari qoladi, gilam, barda, hamma narsalari. Bu esa ikkinchi xonamiz. Ikkiga mana shunaqa bo'lingan ekan oshxona. Konditsioner qo'ysanglar mana sharoitlar qilingan ekan. Uyimizni narxi 315 million so'm, manzil esa 3-mikrorayon, Markani ko'chasidan o'tganingizdan keyin Shodlikdan kirib kelganingizda chat tomonda joylashgan Novostroyka domda podval qismi hisoblanadi. Narxi juda ham yaxshi narx. Metr kvadrati esa 49 metr kvadrat hisoblanadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirganmiz, bemalol telefon qilib so'rasanglar bo'ladi.